Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Avilog mashinkalariga qanaqa qilib to'g'ri ip o'tkazishni ko'rsatib beramiz. Videoni boshlashdan oldin like va podpiska knopkasini bosish esingizdan chiqmasin. Avilog mashinkasi asosan 4 ipli bo'ladi, 3 ipli zakrutka bo'ladi, 5 ipli bo'ladi, 5 ipli qalin materiallar uchun bo'ladi va hozir yangi chiqqan varianti bizda jackda bor, 6 ipli Aviloglarimiz ham bor. Hozir sizlarga 4 ipli Avilogni ko'rsatib beraman. 4 iplini ham 3 ipli qilib ishlatsa bo'ladi. Buni video davomida qanaqa qilib 3 ipli qilib ishlatishni ko'rsatib beraman. Birinchi mana bu 4 ipni olamiz. Bobina stoykasiga qo'yib turib, har doimgidek birinchi tepa tomonidan boshlaymiz. Keyin o'rtasidan o'tkazamiz. O'rtasida stoykasidan qolib ketmasligi kerak. Boshida mana bu ikkitasi nina uchun qo'yilgan ip, bu yon tomondagi ikkitasi esa to'qish uchun qo'yilgan ip bo'ladi. Bu to'qishiga qo'yiladigan ipni o'rniga sizlar sintetik ip, Xitoy ip qo'ysanglar bo'ladi. Katta bobina ip kattasidan yoki bo'lmasa mana bunaqa ip qo'yganingiz yaxshiroq, ishingiz sifatli, yaxshi chiqarib beradi. Asosiysi birinchi mana bu yerdan boshlanadi. To'qishiniki to'g'ri tekis o'tadi. Ikkalasi ham birinchisidanmi, ikkinchisidanmi bunda farqi yo'q. Lekin ninaniki har doim birinchisidan o'tib turib, aylanib, ikkinchisidan o'tish kerak. Bu narsa nima uchun? Ninani ipi sal qattiqroq bo'lishi kerak. To'qishiniki sal bo'shroq bo'lishi kerak. Shuni hisobiga birinchisidan kirib, ikkinchisidan aylanib o'tadi. Hop, bu yerdan o'tkazib olganimizdan keyin ana endi mana bu yerdagi temirdan o'tkazamiz. Bundan o'tgandan keyin mana bu tarilkan orasidan o'tishiga обязательно e'tibor berish kerak har bitta mashinkada. O'tdimi yo'qmi? Hop, keyingisini o'tkazib olamiz. Buni ham tarilkasini orasidan o'tkazamiz. Keyingisi hop, bu yerlardan ipini o'tkazib olganimizdan keyin eshikchasini ochib qo'yamiz. Lapkasini orqasida mexanizmi uni bosib turib yon tomonga olamiz. Lapkasini mana bu mexanizmini bosib turib yon tomonga olib qo'yamiz. Bu xalaqit beradi bizga. Mana bu eshikchasini yon tomonga ochib qo'yamiz. Birinchi bo'lib to'qishini ipini o'tkazishimiz kerak. Mana bu temirini mana bu yerdagi teshik qolib ketmasin. Bu yoqdan o'tkazamiz. Xo'sh, bu yoqdan o'tkazganimizdan keyin mana bu oq teshikchasidan o'tkazamiz. Xo'p, birinchi bo'lib eng oxirgi ipdan boshlaymiz. Birinchi bo'lib birinchi o'ng tomondan birinchisi yashil nuqtadan boshlaymiz. Yashil nuqta deganim bu burunchasiga yashil nuqta qo'yib qo'ygan, mana bu yerda chizmasi qo'yilgan. Ipni qanaqa o'tishligi to'g'risidagi chizmada mana yashil ip qilib ko'rsatilgan. Shu bo'yicha ham o'tkazsanglar bo'ladi. Xo'p, shu bo'yicha mana birinchisidan o'tkazamiz. Bundan o'tgandan keyin mana yashil nuqta ham qo'yib qo'yibdi, o'zi mexanizmni ip o'tadigan joyiga yashil nuqta qo'yib qo'ygan, adashib ketmasligimiz uchun. Hop, bundan o'tgandan keyin buni ustidan o'tkazamiz. Mana ko'rishimiz mumkin, bu yoqda ham yashil nuqta qo'yib qo'ygan. Hop, keyin bu yerdan o'tkazamiz. Bundan o'tkazganimizdan keyin to'g'ri o'rog'iga qarab boradi bu. O'rog'ini mana bu teshigidan o'tkazib olamizda. Ozgina o'tkazib qo'yganimizdan keyin mana o'ng tomondagi qulog'ini burab, o'roqda mana shu turish holatida biz o'roqdan ip o'tkaza olmaymiz. Shuning uchun qulog'ini burab, bu yon tomonga o'tkazamizda.
ipni bu yoqqa tortib olamiz. Bu yoqdan o'tkazganimizdan keyin o'roqdan orqa tarafdagi teshigidan o'tadi. Orqa teshigidan bu yoqqa qarab o'tgandan keyin o'roqni yana o'zini holatiga qaytaramiz. Ipni o'roqni o'zini joyiga qaytarganimizdan keyin tikuvchilar mana bu yeriga har doim e'tibor beringlar. Mana bunda u ip o'tib qoladigan bo'lsa, tikishni boshlashingiz bilan ip uzib tashlaydi. Buni to'g'rilab qo'yamizda, ipimizni o'tkazishda davom etamiz. Mana ipni o'zimizga qaytarib olib, o'roqning uchidan o'tkazib olamiz. O'roqning uchidan o'tgandan keyin tepa tarafga o'tkazib qo'ysak, ip chiqib ketmaydi, xalaqit bermaydi bizga. Hop, birinchi o'rog'i bo'ldi, endi ikkinchi o'rog'ini ipini o'tkazamiz. Hop, mana bu teshikdan boshlaymiz. Bundan o'tgandan keyin to'g'ri pastga tushib, o'rtadagi temirdan o'tadi. Mana bu o'rtadagi temirdan o'tib, tepadagi mana bu teshikdan o'tkazamiz. Bundan o'tgandan keyin mana bu pastga tushib, bu teshikdan o'tadi. Bundan ham o'tgandan keyin mana tepadagi mana bu teshikdan o'tish kerak. Обязательно. Hop, endi o'roqni pastga tushiramiz. O'roqni pastga tushirib turib, orqa teshigidan o'tkazamiz. Endi boshidagi uchidagi teshigidan o'tkazib, tepaga chiqazib qo'yamiz buni ham. O'roqning ipini o'tkazib bo'ldik. Ana endi tepadagi ninaning ipini o'tkazishni boshlaymiz. Buni ham boyagi chala qolgan yeri mana bu yerdagi teshikchasidan o'tkazib, bu yeri qolib ketmasin. Agar bu teshigidan o'tmaydigan bo'lsa, mana bu ikkita tarelkaning orasidan ip chiqib ketib qoladi. Bundan o'tkazganimizdan keyin pastdagi teshigidan o'tkazamiz. O'tgandan keyin hop, ko'pchilik tikuvchilar mana shu yerga kelganda noto'g'ri qilishadi. Ya'ni qanday? Mana bu yerdan o'tkaziladi, mana bu o'rtadagi temirdan o'tmaydi. O'rtadagi temirdan ham o'tib, to'g'ridagi boyagi temirdan o'tib, keyin mana bu o'rtadagi nimasidan teshigidan o'tgandan keyin mana bu sariqdan o'tadi. Bu teshikdan tortib olamiz. To'g'ri chiqadi. To'g'ri chiqqandan keyin mana bu yerdan o'tkazamiz. Bu yoqdan o'tkazamiz. O'tkazganimizdan keyin hop, ninani ko'tarib turib, birinchi bo'lib mana bu yerdan o'tkazib olsak, bizga o'tkazishimiz oson bo'ladi. Mana buni mexanizmdan o'tkazishimizga. Bitta qo'l bilan ushlab turib, bunisini bunday o'tkazsak, mana bu narsasi ham ipni qattiqroq kelishiga yordam beradi. Buni o'tkazmasak, ip bo'sh kelib qolishi mumkin. Hop, endi ikkinchi ninaning ipini o'tkazamiz. Hop, ikkinchi ninaning ipini mana bu teshikdan boshlaymiz. Buni o'tkazganimizdan keyin quloqni burab, buni joyiga keltiramizda. Teshikdan o'tkazamiz. Ipni o'tkazib oldik. Endi mana bu qizil teshikdan o'tkazamiz. Bundan ham o'tkazib oldik. Mana bu yerda e'tibor berishimiz kerak. Sariq teshik mana bu birinchisiniki, mana bu yerga ham sariq qilib qo'yibdi. Qizilligi mana bu qizil ikkinchi ninaniki. Hop, buni ham yana ninani tepaga ko'tarib turib, boyagiday birinchi mana bu yerdan o'tkazib olsak, ip o'tkazishimiz oson bo'ladi. Mana bu yerdan bunday ushlab o'tkazib qo'yamizda. Hop. Bitta uzun uchini kesib tashlab, ninaning ipi har doim hamma avilogdagi o'zingizdan orqa tarafga qarab o'tadi.
o'tkazib oldik. Mana 4 ta ip, 2 ta ninaniki, 2 ta to'qqishiniki bo'ladi. Endi tayyor bo'lgandan keyin yon eshikchasini yopib qo'yib, lapkasini joyiga qaytarib qo'yamiz. Endi yoqib sizlarga hozir tikib ko'rsatib beramiz. Shu yerda tikuvchilarimizga o'rgatib ketishimiz kerak bo'lgan joyi, mana bu to'qishi sifatli overlockni choki qanaqa bo'ladi desangiz, mana to'qishi yon tarafda bir tekis holatda bo'ladi. Mana hozir chiroyli sifatli tikilgan. Agarda tagidagi to'qishi ustiga o'tib ketadigan bo'lsa, mana bu eng oxirgi burnini o'ng tarafga qotiramizda, mana bu ikkinchisini bo'shatamiz. Bu ustidagi to'qish hisoblanadi. Bu qattiq kelib, bu bo'sh kelganning hisobiga bu ipni tortib oladi, bu bo'sh beradi-da, tagidagi to'qish ustiga o'tib ketib qoladi. Shuning uchun buni bo'shatib, buni qotiramiz. Agarda shuni teskarisi bo'ladigan bo'lsa, ustidagi to'qishi tagiga orqa tomonga o'tib ketadigan bo'lsa, buni qotirib turib, buni bo'shatamiz. Xuddi shunday bu qattiq kelib, bu bo'sh kelganning hisobiga ustidagi to'qishi orqaga o'tib ketib qoladi. O'shanda buni qotirib, buni bo'shatamiz. Keyingisi mana bu ikkita, mana bu yerda mana bitta, mana bitta ikkinchisi bu chok hisoblanadi. Mana shu choklari mana tortganimizda tirsillab uzadigan bo'lsa yoki bo'lmasa mana bu yerda orqasida ko'rishimiz mumkin, bitta choki, mana ikkinchisiniki. Bo'sh bo'lib qolib, petlaviga o'xshatib ko'rinib qoladigan bo'lsa, mana bu ikkita burunchasini o'ng tarafga qarab qotiramiz. Ozgina qotirib tikib ko'rib, o'sha yaxshi bo'lguncha qilinadi. Agar tortganimizda tirsillab uzadigan bo'lsa, chap tarafga qarab bo'shatilinadi. Keyin boya video boshida aytib o'tganimizdek, 4 ipli overlock 3 ipli qilib ishlatsak ham bo'ladi. U qanaqa bo'ladi desangiz, xohlasangiz mana ichkaridagi ninani olib tashlaydigan bo'lsangiz, 3 ipli bo'lib, mana bu ninaniki qoladi. Bu ipni oladigan bo'lsangiz, chokim kichkinalashadi, eniga 3 ipli bo'lib tikadi. Agar ichkaridagini olib tashlaydigan bo'lsangiz, shu turish qoladi, faqat o'rtadagi choki bo'lmaydi. Hozir sizlarga buni ham ko'rsatib beraman. Mana o'rtadagi ipini uzib qo'yaman. Ninani ipini uzib qo'ydim. Mana polis. Bumi? Nima qiling? Xo'p, hozir ichkaridagi ninani ipini uzib qo'yamizda, tikib ko'rsatib beraman. 3 ipli qanaqa bo'lishini. Mana 3 ipli. Mana o'rtadagi chokimiz yo'q. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Ana endi bu tashqi tomondagini olib tashlab, ichkaridagini nima qilamiz? Ichkaridagi ipni o'tkazamiz 3 ipli qilib. Buning uchun biz ichkaridagi ipini o'tkazib olamiz, joyiga qaytarib. Ichkaridagi ipini o'tkazib olganimizdan keyin tashqaridagi ipini uzib qo'yamiz. Endi tikib ko'rsatib beraman sizlarga. Mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, chokimiz maydalashdi. Mana hozir sizlarga ikkalasini ham qo'yib ko'rsatib beraman. Mana. Farqini ko'rishimiz mumkin. Bu eniga kichkinaroq, bu kattaroq. Mana bunisi. Mana 4 ipli overlock, 3 ipli overlock eni kattaroq, 3 ipli overlock eni kichkinaroq varianti. Tikuvchilar o'ziga moslab turib qilish mumkin. Tikuvchilarga tavsiya mana shu yerda, agarda 3 ipli qilib foydalanadigan bo'lsangiz, masalan, mana tashqaridagi ninani ipini uzib qo'ydingizda, lekin ninani olib qo'ysangiz, mana nina qo'yadigan joyi ipga changga to'lib qolib, keyin safar nina qo'yaman desangiz, bitib qolib turib, nina qo'ya olmasligingiz mumkin. Shuning uchun ninani singanini yoki bo'lmasa bitta to'g'ri ninani qo'yib turib, uchini sindirib qo'yib,
Nina обязательно kolbas turishini tavsiya qilamiz. Bo'lmasa ichi bitib qoladigan bo'lsa, keyin safar nina qo'ya olmasligingiz mumkin. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like va подписка knopkasini bosish esingizdan chiqmasin. Agarda mashinka xarid qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlar orqali xarid qilishingiz mumkin. Mashinka haqida to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, описаниеda link qoldiramiz. Link orqali o'tib turib barcha ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin.